Toshkent viloyati Chinozdamiz. Bu yil 26-yil bu dalamizga FL67 gibridimiz ekilgan. Chinoz tumani Olmazor Toshkent viloyatida biz bilan mana bir necha yildan beri hamkorlik qilib ishlab kelayotgan filialimiz. Ortiq akamiz ham o'zlarining dalalariga bir necha yildan beri ekib keladilar. Ortiq aka, bu dala karta necha gektar, nechinchi silo ekdingiz? Qani aytsangiz. Bu dalaga 8 gektarlik. Assalomu alaykum. Avvalambor yangi rahmat. FL67 makkasi ekilgan. Silo yo'nalishiga. Buni bir 3 yildan beri ekamiz o'zimiz ham. 12-may bugungi holat. Suvlarni boshlaganmiz, birinchi suvlari, jon suvini. 25-mart kuni ekamiz makkani. 100% makkamiz ko'ringandi. Uchida chiqyapgandi. 5-aprelda 100% makka ko'rindi. Qanaqa ozuqa berdingiz bu yoqqa endi shu kungacha? 76 ga ekamiz aka. 76 texnika 76 ga mo'ljallangan. Gektariga 100 kilo bilan 100 kilo mafoz, 100 kilo selitra bilan qo'shib ekdik. Birinchi ozuqasi urug' bilan birga ekilgan ozuqasi bu. Ikkinchisiga mana hozir beryapmiz. Kultivatsiyaga soldik 100 kilodan, ochoriga soldik 400 kilodan. Nima soldingiz? Karbamid. Gektariga 400 kilodan oxirgi suvga mashinga oxirgi dorisi 400 kilodan karbamid bo'ldi. Suspenziya berdik bu o'rtada kultivatsiyada. Ozuqa. 15-65-15 Shvetsariyani geli bor edi. Shu geldan berdik. Yaxshi ishladi ham. Hozirgi holati yaxshi. Hozirgi paytda endi nima desa bo'ladi, yon atrofimdagi makkalardan ancha uzunroq, o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Makkamiz o'zimizga yoqyapti, yaxshi urug'. Tavsiya beraman aka, bu urug'ni. O'zimiz ham ekamiz, dehqonlar ham xursand ekkanimizdan. Yildan beri ko'z tegmasa, baraka topishadi. Sinovdan o'tib, bu sortlar endi yaxshi bizga yoqyapti hozircha aka. Tavsiya beramiz ekinglar. Xudo xolis kuzatib boramiz. Nasib qilsa, syomkalarga kelib, o'rin paytida ham kelishga harakat qilamiz.